Assalomu alaykum to'rdoshlar. Bugun biz yana davomli qildi. Shu Uyg'ur xatli film ishlashninki keyingi darsliklarni so'zlab o'tamiz. Bugun biz shu 4-darslikni, ya'ni shu Uyg'ur xatli film ishlashda ketadigan barliq yumshoq detallar va xat nusxasi deganlarni tushunishni bir boshdan ko'rsatib o'taman. Men bu darslikni ishlash uchun kompyuterdagi barliq munosabatli detallarni yuvayotdim. Shunga barliq qadam bosqichlarini sizlar aniq ko'rib tura olasizlar. Aslida bu planda bu 4-darslik bu darslikning o'tirida qo'yildi, biroq oldin qatimiz shu time machine, ya'ni shu zanjichi degan detalni ishlatganligimiz uchun bu 4-darslikni men eng ustiga qo'yib qo'ydim darslikniki. Shunga birinchi bo'lib sizlarning qildiqlaringlar chuqur mushlarni kammini qaçtı veriş. Gerçi ularning ishlatish usulini bilsanglarmi, lekin chuqur oldi bilan mushlarni amalga qaçtırib olamiz. Bularninki tushirish adresini men ta'minlayman. Birinchi bo'lib biz shu GMAchi, ya'ni shu kompyuteringizga qo'yg'ichqa, masalan, o'zining kompyuterining o'zining qo'yg'ich bo'lamdi yoki boshqa qo'yg'ichlar bo'lamdi. Shuningga barliq unsinlarninki kodlarini o'zi ta'minlab, o'zligidan qo'yib beradigan bir detal. Ya'ni buni qachlagandan keyin siz boshqa masalan QQing degandek bundan 3-taraf detalni ishlatmay turibmi, siz yana shu MKV, RMVB degandek shu kompyuterinizning o'zida, ya'ni kompyuterningki shu media player degandek detallarni qo'ya olasiz. Men bu shu Uyg'ur xatli film ishlashdagi nihoyatda muhim bir detal. Shuni birinchi shuni qashlaymiz. Qashlashdan burun men sizlarga tavsiya qilganim shu 10 detallarning hammasi bir yoqqa qashlandi. Shunga siz oldi bilan C diskidan boshqa ma'lum bir diskni tepib, shuningga Uyg'ur xatli film deb bir hujjat qisqish qurib olib, shularning hammini shunga ichiga qashlang. Biz hozir ishta qilamiz. Biz qashlashni boshlasak, birinchi bo'lib qashlaydiganimiz bu shu GMAchi. Bu GMAchi'mi men 11-oyning 15-gacha 2013-yilda bo'lgan eng yangisi. Bu xili odatda xil ko'p yangilanib turdi. Shunga sizlarni yangilanib tursanglar bo'ldi. Ochgandan keyin biz keyin qadamni bosamiz. Buni normal holatda qilsanglar bo'ldi. Buni normal holatda chiqilsanglar bo'ldi. Bu shundoq. Buni normal holatda qo'yamiz. Hammasi normal holatda. Andan media playerni tanlab qo'ysanglar bo'ldi. Bundoq bo'lganda media player o'zi filmlarni qo'ya oladi degan gap. Ba'zi bir tonimaydigan formatdagi. Bu normal holatda, bu normal holatda, bu normal holatda. Andan diqqat qilgan joy shuki, bu sukutdagi holatda C diskga qachilindi ham ularni o'zgartira olmaydi. Shunga biz buni o'lchatimiz bo'ldi. Hammani boshdan oxiri keyin qadamda faqat shu yerda shu Windows Media Player degan tanlab qo'ysanglar bo'ldi. Qashlashni boshladik. Bularni siz ruxsat qilmang desangiz bo'ldi. Mana undan shuni bosamiz. Buni mana bosmaylar, tamom qilsak bo'ldi. Andan ikkinchi bo'lib qashlaydiganimiz bo'lsam shu film qo'yg'ich. Mening tavsiya qiladiganim bo'lsam shu yingin. Chunki buningki bu shu yingin o'zi ixcham, ham yenik, ham shu Keylight Codec Pack degan shu GMAchi bilan qo'llanishchanligini yaxshi. Ham film qo'yish jihatimi shundoq yaxshi. Buni ochamiz.
Mao joydan o'zgartimiz. Buni biz qurib olgan G-diskidagi Uyg'urcha xatlik film deganga tanishib qo'ysak, ma'lumotga qilmasak bo'ldi. Qashashgan bosdik. Sukutdagi film qo'yuvchi qilamiz, to'g'ri. Bilmasak bo'ldi. Endi bizning 3-chi lob qashlarimiz bo'lsa, shu MPSN yoki boshqa sim hujjatlarningki uchurlarini nihoyat tafsili biz ko'rsatib turgan bir detal. Bu odatda nihoyat ko'p ishlatamiz. Buni qashaymiz. Men sal turib buniki ishlatish usulini ko'rsatib qo'ymay. Buni undan hanzucha tanlaymiz. Ana Mao joydan buni G-diskka Uyg'urcha xatli film media info qashlaymiz. Qachonlab bo'ldi? Endi biz shu AVS hujjatini qo'llayotgan bir xil qisturmani qashlaymiz. AVS deganimiz nima deganda, shu sim hujjati va xat hujjatini biriktirib, shuningki o'rnini muqim ko'rsatib beradigan bir javobin deydi endi hanzuchda. Shundoq bir narsa. Bu nerda ishlatiladi deganda, biz buni eng oxirida shu Uyg'urcha xatli filmni shu Meguya orqali pirslaganda ishlatilgan hammadan muhim narsa. Bu bo'lsa dal shu Uyg'urcha xatli filmning xiti va Uyg'urcha xatli filmningki film hujjatini biriktirgan ishlatilgan AVS javobiningki qisturmasi deb tushunsak bo'ldi. Buni odatda ishlatmaymiz, qashlab qo'ysak bo'ldi, lekin chuqur zarur bo'lgan narsa. Buningki hanzutisi yo'q, shuni o'kayin bir raqam beshiverdi. Qo'shilma. Bu yakcha qilsak bo'ldi. Ana Mao joydan yana G-diskka Uyg'urcha xatli film AVS qashlash. Qadam qachon bo'ldi? Endi 5-chi bo'lib qashlaydiganimiz bo'lsa, WhatsApp deydi buni. Bu bo'lsa ASS xat hujjatini beman endi buningki Uyg'urcha xatli film ishlashda ishlatiladigan faqat bir ixtirolar bor. Ya'ni Uyg'urcha eng oxirida biz ASS qilib bo'lgandan keyin qaraydigan bo'lsak, Uyg'urcha xatningki xat nusxasini tangishgan bo'lsakmi, biroq Uyg'urcha xat normal ko'rilmaydi. Biz faqat mushu detalningki bir quroldan Uyg'urcha xatlik filmning xatiningki xat hujjatining kodini arabcha deganga tanlab qo'ysak, u joyda xatlar biz tanlagan, masalan, Al-Katibning xat nusxasini tanlab qo'ygan bo'lsak, shuningda normal ko'rinadi. Buningki faqat shu iqtidor bor. Bizning ehtiyoj qilib bo'lgan iqtidorimiz shu. Shuni buni qashlaymiz. O'keyin bosdik, keyin qadam. Bularcha qilib saqlanib bo'ldi. Bunimi G-diskka Uyg'urcha xatli film WhatsAppning ichiga qashlaymiz. Qachonlab bo'ldi? Endi 6-chi bo'lib qashlaydiganimiz shu AVS hujjati hosil qiladigan qurol. Easy AVS deydi buning ismini. Bu shu xat hujjati bilan film hujjati ikkisini shu detalga akirsak, bu bizga shu AVS hujjati hosil qilib berdi. Ondan biz shu AVS hujjatini mana eng oxirgi detal Meguyaga akirib pirstaymiz. Buni oxirida tafsilli so'zlayman. Buni bu yeshil detal, shunga buni yesh bilan
Qaşlap qo'ysak bo'ldi. Buni ko'paytirib Uyg'urcha xatli film. Buni choplab shaharni yashirsak bo'ldi. Ma'lumotlarni yashirsak. Endi qaşlarınız bo'lsa, shu o'tmish ko'riktor, ya'ni Uyg'urcha xatlardagi imlolarni tuzash ishlatadigan nihoyat muhim detal. Bu yeşil detal, shunga buni chipla ko'paytirib Uyg'urcha xatli film choplab qo'ysak bo'ldi. Endi biz shu 3-darslikda, ya'ni tartib bo'yicha qilganlikki shu xat hujjati manbasi va xat hujjat shakli Uyg'urcha xatli filmniki tinish belgilari deganda so'zlab o'tgan shu SRT, ESS shu xatlarni o'zgartishdagi bir detal. Biz faqat uningki kichikli bir iqtidorni ishlatdik buningda. Bu nihoyatda kam bo's bo'lmaydigan bir detal. Shu rangni o'z ta'minlagan nihoyat muhim detal. Bu faqat shu xat hujjati bir taraf qilishda ham nihoyat ko'p rol o'ynaydi. Buni ko'paytirib choplaymiz. Endeks bo'lsa, bizningki hammadan muhim detalimiz, ya'ni shu eng oxirida Uyg'urcha xatli filmni prislab ishlaydigan hammadan no'sh detalimiz Miguy. Bu hozirgi hammadan yangi nashri. Bu yeşil detal, shunga buni biz biroqli ko'paytirib qilsak bo'ldi. Biz bu shaklga yeshib buni ko'chirib olsak bo'ldi. Bunun ismini o'zgartiramiz. Endi bizning eng oxirida qashlaydigimiz bo'lsa, shu Uyg'urcha xatlar, masalan, Azgatovning xatlari, Ukiyachi degandek. Bularni qashlash usulini so'rab bersam, buni ko'paytirib C-diska, Windows, shu font nomishiga choplab qo'ysak bo'ldi. Menda bu xat nusxasi bo'lganligi uchun bularni qashlab o'tirdim. Lekin sizning cho'qim qashlaydigan bir xat nusxangiz bor, u bo'lsa-mu, bizning shu darsdagi boshdan oxir ishlatib kelayotgan xat nusxasi. Ya'ni shu olib xat nusxasiniki olib ekran deydigan bir xat nusxasi bor. Masalan, shu olib ekran xat nusxasini cho'qim qashlashingiz kerak, chunki shu grafikimizniki Uyg'urcha xatli filmidagi boshdan oxir ishlatib kelayotgan xat nusxasi olib ekran. Buni ko'paytirib
Seriesga Windows fonchisining ichiga kirib choplab qo'ysangiz bo'ldi. O'shaga o'ng chekib choplash degan bossak bo'ldi. Bu qachon bo'lgan shu men qachonsam bo'ldi. Endi eng oxir ta'minlangani bo'lsa, o'sha Raying o'ziniki ba'zi bir xat hujjat kod unumlari masalan bu filmning peshi chiqadigan o'sha filmni tarjima qilgan guruhning ismi, tarjima qiluvchilar, vaqt o'qida kimlar degandeklarni shunga asosan yozsanglar bo'ldi. Men buni tafsiliy uyg'urlashtirib chiqarib beraman. Bu ASS kodi bas. Bularniki deyotgan hammasi ASS xat hujjatiga chaplangan kodlar. Ondan ma'lumotlar bo'lsa, biz odatdagi kinolarningki ma'lum bo'lsa, xanzuchi xatdagi unumi. Buni ishlatmaymiz. Bizga faqat mayadagi uyg'urcha xatdagi unumi kerak. Bunimi vaqt kelganda choplaydigan yerga kelganda men eskartib o'taman. Men qaraydigan bo'lsanglar olib ekran deb bor. Bu shu bizning boshdan oxir ishlatib kelayotgan xat nusxamiz. Ma'lum bo'lsa, shu qo'sh xatli filmlardagi inglizcha xatningki ko'rinadigan unumi. Bu yer ozroq tushuncha bersam, u bo'lsa bu yer yaxshi xat nusxasi ishlangan 14 cho'ngliq animalar. Agar sizda Vera yaxshi bo'lmasa, masalan sizning sistemangiz XP degandek bo'lsa, buni cho'qim tushirishingiz kerak. Bo'lmasa, ingliz xatlar buningdek normal chiqmaydi. Ondan ma'lum bo'lsa, Raying shuniki shu odatdagi televiziya filmlarini tarjima qilishdagi ishlatgan kodi faqat ozroq yerlari o'xshamaydi. Boshqa joylari asosan o'xshash. Bu kodlar haqida men keyincha tafsiliy tushuntirib beraman. Endi men shu detallarniki ba'zi bir tangshaydigan joylarini so'zlab o'tsam, biz uyg'urcha film degan joyni ochamiz. Birinchisi shu kelat kodek pack deganni tanishtirsak bo'ldi. Ikkinchisi shu yengini ochib buningda bir ba'zi bir tanishadigan joylar bor. As player ani ochamiz. Ochgandan keyin o'ng chekib, mana shu degan yerni ochib, mana joyda tanishadigan joylar yo'q. Anda mana zimu degan yerda odatda mana zidong tungo shu wangshada zimu deganni tanlaqliq holati bo'ldi. Sizlar cho'qim buni o'chirishingiz kerak. Bo'lmasa sizlar odatda kino qo'yganda bu o'zligidan turdi shu xat hujjatini tushirib ostiga ko'rsatib berdi. Buning qanday ziyni bor deganda biz shu tarjima qilgan xat nusxasini tarjima qilgan xat hujjatininki ko'rinadigan xatlari bilan mana shu ikkisi berkib ba'zi bir o'xshashmasliklarni keltirib chiqishi mumkin. Shunga ma'noni o'chirib o'tamiz. Endi mana joylardan boshqa tanishadigan joylar yo'q. Ondan ikkinchisi bo'lsa Mao media info degan, shu media uchun tekshirilgan detal, buning ozroq tanishadigan joylar bor. Buni ochib, uyg'urcha xatli film, media info mana ochib, buni biz tilini xanzucha tanishaylik. Endi biz mana joydan o'ng chekkanda ko'rinadigan qilib qo'yishimiz kerak. O'ng vaqt kelganda biz o'ng chekiblar shundan bir ko'niksa shuni bossak shu medianiki barliq uchurini chiqarib turdi.
Andın ko'rsatadigan shaklni biz eng yaxshisi shu jontu degan tanlab qo'ysak bo'ldi. Masalan biz biror detal biror medianiki usulini ko'rib boqaylik. Masalan F-diska. Masalan biz ma'lani ko'rib boqaylik. 2-to'g'ri 4-bölüm 5-qismnikini. Qaraydigan bo'lsak, o'ng tarafda media info deb bor. Buni bosamiz. Bosgandan keyin bizga bundaq bir uchurlarni chiqarib turdi. Bizning ko'p ishlatilgan uchurlardan ma'lu deganni biz nəhayət ko'p ishlatamiz. Bu qancha cho'ng bo'lsa, film shuncha suzuk bo'ldi deb shundaq to'ntaqli tushunsanlar bo'ldi. Andan ma'lu bo'lsa, kengligi va egizligini nəhayət ko'p ishlatamiz. Bu o'lchamlik 720p ekan. 720plik filmlarningki shu nisbati odatda 16:9 bo'ldi. Andan mavjulli deganni odatda ko'p ishlatamiz. Buningki 23:976. Andan ovozningki ovoz kodi AC3. Andan ma'lusi 384. Bu joylarni ko'rib olsaqli bo'ldi. Biz oxirida bu joylarniki tangshish usulini so'zlaymiz eng oxirida birslaganda. Masalan ma'luningki media info. Buningki ma'lusi 2349 deydi. Biz eng oxirida birslab chiqqan kilolarningki shu ma'lusi odatda 1800 olati bo'ldi. Ana ma'u joylar 1024 birsi. Ana yana birsi bo'lsa 576. Ashtoq bo'ldi bizning eng oxirida ishlangan. Mana shu yerda eng oxirida ishlangan o'lchamlikdan birini ko'rsatib qo'ysam, masalan ma'u bo'lsa, shuningki o'zining eng oxirida birslab chiqqan singdirilma xat holatdagi film. Bizning qildig'imiz bu holatdagi filmlar. Buningki uchurliq qaraydigan bo'lsak, masalan ma'lusi 1800 bo'ldi. Bizningki eng oxirida qildig'imiz 1800 bo'ldi. Andan bu ma'lu degani odatda bizning qildig'imiz bo'lsa ikki xil holatdagi ma'lu, ya'ni birsi cho'qim o'zgarmaydigini, yana birsi ahvol qarab o'zgarib turdigini. Boya deyilayotgani bo'lsa ahvol qarab o'zgargan ma'luningki ichidagi hammadan cho'ngi. Andan ma'u kenglik va egizlik cho'qim. Kengligi 1024, egizligi 576 bo'ldi. Bizning eng oxirgi qildig'imiz cho'qim holatdagi bo'ldi. Andan nisbati 16:9 ma'u ahvol qarab bo'ldi. Andan bizning qildigan shu ovoz holatdagi sinninki formati cho'qim AC3 bo'ldi. Buni bilasanglar bo'ldi. Andan ma'lusi 4400 yoki 388 degandeklar bo'ldi. Ma'u cho'qim 48 bo'ldi. Bularni qisqacha so'zlab chiqsam, eng muhimi mishadiki uchi bor. Ma'lu, andan egizlik kenglik, andan ma'u, andan sinninki formati, andan sinninki sayangligini. Elimdeki detal bo'lsa AVS charger, ya'ni AVS tuntadigan buningki boshqa tangshaydigan yeri yo'q. Andan ma'uningki bo'lsa Tsumu Bimagunji deydi. Buningki boshqa tangshaydigan yeri yo'q. Ana ma'uningki tangshaydigan yeri yo'q. 60 korrektorningki andan ma'u shizenjichi shu xat o'tish tahrirlashdagi muhim detal buning boshqa tangshaydigan yeri yo'q. Boshqalarning hammasi normal holati bo'ldi.
Bu darslik aslida yana bir deb o'tsam, bu darslik asl planda 4-si edi, biroq men hozir birinchisi qo'ydim, chunki ba'zi bir detallarni biz orliqda ishlatganligimiz uchun sizlar cho'qim boshda mush detallarni hammani qachilishinglar kerak. Qachilgandan keyin hammasini qachlab bo'lib, boya ko'rsatilgandek kompyuterni bir qayta qo'zg'atib o'tang. Bugungi darsligimiz mushakchi bo'ldi. Keyingi darslikda biz uyg'urcha uyg'urcha inglizcha qo'shxatli filmni biriktirish, andan uningdan ESS o'lchamlik mushu ESS xat o'tishni ayirib chiqish hamda mushu ESS o'tishini WhatsApp orqali uyg'urcha xatni normal tunaydigan bir ESS o'tishga aylantirishni so'rab o'tamiz. Ko'ngilingizga rahmat. Kelar qismda ko'rishaylik.